insonda deydilar 3 xil do'sti bo'ladi. Bir do'sti uni joni chiqquncha, ikkinchi do'sti qabrga borguncha, uchinchi do'sti qiyomatgacha. Спасибо тем, кто у меня в друзьях. Даже если мы не общаемся, мне достаточно того, что вы живы, здоровы и периодически мелькаете. Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal. Kim yurtidan yovni qursa, men uning farzandlari, aqrabo, yaqinlari qabrgacha boradi. Lekin uni yog'iga hech kimda had yo'q. Ming yaxshi ko'rsa ham, jonim fido otam, onam desa ham, oxirgi manzili mana shu qabr. Amallar sondig'i. Ammo uchinchi do'st bor. Bu do'st qiyomatgacha birga turadigan do'st. Bu uning qilgan solih amallaridir. Ana shu amal xolis bo'lishligi, Alloh